Yaqinda bir tanishim ajoyib gap aytib qoldi. Juda buzuq bo'lganman, ko'p yomon ishlar qilganman. Bir kuni bir katta olim odam menga qarab, shu qilgan ishlarimni eshitib, "Sizning sertifikatingiz bor ekan-a" dedi. Hayron bo'ldim, qanaqa sertifikat? "Yo'q, siz sertifikatingiz bo'lsa kerak, aniq u." "Nima deyapsiz? Bu sertifikat yo'q odam bunaqa ish qilmaydi." Tushuntiribroq gapiring. Sizni falonchiyev shu yili, shu kuni, shu soatda o'ladi degan sertifikatingiz bor ekan qo'lingizga guvohnomangizni. Unaqa sertifikatingiz bo'lmaganda siz bu ishlarni qilmas edingiz. Aniq bilasizki, shu bir oy qolganda, xullas hammasini to'xtatdim, Xudo, men tavba qildim, endi sen tarafga ketdik. Qabul qil meni debdi. Tayyorlanib olasiz ekan, bir oy qolganda hammasini to'xtatasiz ekan. Desa, "Yo'q, men unaqa sertifikatim ustimdan sovuq qo'yganda qaltirab qoldim" dedi. "Unaqa sertifikatim yo'q" desa, "Sertifikating bo'lmasa bunaqa yurish nima yurish" demak. O'shani hech esdan chiqarmaslik kerak. Biz 87-minutga kelib bo'lganmiz hammamiz.